Здравствуйте. Ruschani bilmayman. Вот ваши яйца и хлеб. Demak, yaysza degan tuxum ekanda. Yaysza xleb deyishim kerak ekan. Assalomu alaykum. Здравствуйте. По-русски говоришь ки Да. Что вам надо? yaysza, Ага, жареный или вареный? xleb. Что? Вот tuxumcha bo'ladi-yu, qo'qoroq, paq. Я вас что-то не понимаю. Tuxum der, tuxum. Вот белый, строгий, пaq. Он вот cho'ja, paq. Дайте. Значит, яйца. Yaysza. Xleb, И хлеб. xleb. Basik sassiq tuxumchani yedi. Ha shepim. Baslik tuxum yedimi? Ha yedi, tuxumchani mazza qilib yedi. Zerikmay ketyaptimi? Ha yo'q, zerikmayapti. Endi Baslikka ertaga aytib ber. Ertaga aytay? Ha, Allah aytib bir sut bermaymi? aytib ber dedim. Ha bo'ldi, aytamiz, aytamiz. Bo'pti, xo'p shep. Basikka ertaga aytish kerak ekan. Kim yaxshi aytinglar? Aka, nima pishak bu o'zi buncha avalayapsiz? Sizlar bu pishakni bilmaysizlar. Bu pishak zotli pishak. $50,000 turadi mana shu barsi. Aa, pishak $50,000 turadimi? Mana qimmat ekan-ku. Ha, sendan qimmat. Bu pishakni dastavka qilishim uchun menga $10,000 berishmoqchi. $10,000? Серьезно? Pishakka $10,000 dastavki. Ha, xohlasa men buni yeymiz, ammo xohlasa bir nima bilmayman, endi majburman. Xullas, qadim o'tgan zamonda juda olis tomonda barsik degan bir mazgini barsik qiladigan bir mazgi hojatxona qayerda shunday qistak bitdi. Kimdir aytib tursin? Ertakmi, rivoyatmi? Rivoyatmi nimadir? G'azal bo'lsa ham. Aytaman. Barsik katta tezlik bilan O'zbekistonning janubiga qarab yo'l oldi. Zolishgan. Zo'rishga kunlardan bir kun